Leksimizin davamı hürmetlik vatandaşım. Ben de bir yerde burun oylap bakmagan ya anlap bakmagan bir haberde anlaysılan. Hem biz kütmegen bir haberini anlaysılan. Bir yerde George Soros bu adam Amerikalık adam. Dünyavi meblağ salgıcı adam. İntayın bay adam. Şuna bu George Soros deydi o nöbetteki makalamızda, haberimizde. Cungo'u uruş ilan kıldı. Xalq pulini qo'rg'dab qo'yish urushi chiqsala portlaydigan holat turibdi. Xalq pulini qo'rg'dab qo'yish urushi chiqilsala portlaydigan holat turibdi. Mavzuli xabar 1-oyning 23-kuni Jingji tor betida e'lon qilinib, shu kuni Vanmi tor betiga choplandi. Xabar mundaq boshlandi. Kirishasiz. George Soros nayt latopatlik holda Asiyada pul birligini qo'riqlab qo'ydiganligini, muhimi xalq puli, ya'ni Xitoyning puli, Shangang puli, bu albatta yana Xitoyning puli, ne qo'riqlab qo'ydiganligini jakardi. Demek hozir George Soros bu xalqaro kapital salg'uchi buyuk savdogar hozir Asiyada ikki pulga, Xitoy puliga xiris e'lon qildi, Shangang puliga xiris e'lon qildi. Arkadan Xinhuashi obzor e'lon qilib, yomon g'araz bilan xalq pulini qo'riqlab qo'yish qonun bo'yicha qattiq jazoga tortiladi deb ko'rsatdi. Qaltis gap ekan. Bu savdo tijorat sohasida sen uftib olamsan, men uftib olaman bilaman. Savdo tijorat sohasi sen raqobatchim, men raqobatchimi? Mana shundoq bo'lgan ish, bu raqobat sohasida bo'layotgan ish bu. Bu raqobat sohasi bo'layotgan ish qilsan, qonunni popuzi qilib sen Amerikalik George Sorosni qaltis gap vatandoshim. Xinhuashi qonun bo'yicha bu kishi qattiq jazoga tortildi dedi. Shu urush darhol portlaydigan holga kelib qoldi. Shunga hozir pul muomala sohasidagi urush darhol portlaydigan holga kelib qoldi. Osiyo pul birligi tabii ki xalq puli ve Shangang puludur. Çünkü Asya'da en çok pul birligi Jungo'nun xalq puli, Yaponiya yeni Shangang puludur. Xalq pulunun chet ellerde ayrıbaşlaş kıymeti zor derecede düşüp, Shangang pulunun ayrıbaşlaş kıymeti yani zor derecede düşüşke başlaganlığı qo'riqlab qo'yishning ko'langisdan ayrılıp ketelmegenligine ko'rsatib berdi. Demek nöbet xalq pulimi düşüyotidu qimmat jihatda, Shangang puli texmi düşüyotdi qimmat jihatda. Bu demek George Sorosning qo'riqlab qo'yish harakatining boshlanganligidir deydi. Bundan burun xalq pulining chet elda ayrıbaşlash qimmati tushishga boshlaganda, Shangang pulining qimmati tushishga boshlagan. George Soros Jungo qatarlıq yangi bozorlar krizisdan saqlanolmaydi degan va xalq pulini Shangang pulini qo'riqlab qo'yishga jamoat fikri tayyorlagan. Bu qatam George Soros bevosita ifoda bildirib, Osiyoda pul birligini qo'riqlab qo'yaman deganligi shubhasizki bu bir qatamliq bevosita urush e'lon qilganligidir. Yoki pul muomala sohasida urush e'lon qilganligidir. Jungo puli, xalq puli, Shangang puli, yana Jungo puli mushu pulga urush e'lon qilganligidir. Birinchi, qo'riqlab qo'yguchilarning hammasiga ma'lumki, ular avval puxodan chiqadi. Qudratli raqobatchisini mag'lub qiladi. Shunda qilgan sira xushallik his qiladi. Ötkende Soros, George Soros, Angliya pon sterlingni, Tayland ve Malayziya'nın pulunu şunda qo'riqlab qo'ygan edi. Qo'riqlab qo'yib g'alaba qilib faxrlangan edi. Bu qatam Jungo xalq pulini, Shangang pulini qo'riqlab qo'ymoqchi, qudratli raqobatchi Jungoga xiras e'lon qilmoqchi bo'layotdi. İkinci, tünügün deydi o haber yazgıcı. İkinci, tünügün keşte George Soros ifade bildirip, Jungo iqtisadının qattiq olturup kalıştın saklanalmaydıganlığını görsetti. Yakında bir George Soros'un Jungo iqtisadi doğrusunda qayda ifade bildirişi, onun Jungo'nun xalq pulunu qo'riqlab qo'yish uchun vaziyat yaratayotganligini ko'rsatdi.
Üçüncü, biz çokum bilişimiz gerek de başlaydı haber yazgıcı. Cungolukla George Soros biz çokum bilişimiz gerek deydi o Cungolukla yaka haber yazgıcı. George Soros adette pul birligini kurugdap koymakçı buluvatıdı. Lekin Cungo hükümeti ve Şangan hükümeti çokum halk pulunu ve Şangan pulunu bu pullarının ayrı başlaş kıymetini qoğdaydı. Lekin George Soros'tan kurgudap koyguçu armiyası Şangan aksiye bazarıga toplanıdı. Çünkü halk pulu ve Şangan pulunun obroçallığını kısıp koyduğalı bolsa, çünkü halk pulu ve Şangan pulunun obroçallığını kısıpla koyduğalı bolsa, aksiye bazarda payçakның bahası şu haman düşüp ketedi. Bu däl George Soros kütüdigan akıbetdir. Bunda kurgudap koyuş steroluk zerbi biriş dep atalıdır. Bir kısım pul muamele askeri küçe ayrı başlaş bazarda kurgudap koyuş bilen şugullansa, George Soros'tan bir kısım pul muamele askeri küçe aksiye bazarga toplanıdı. Eğer kol selip pulni qutkazmasan, pulni kurgudap koyuş bilen paydaga erişidir. Eğer kol selip pulni qutkazsan, aksiya bazarını kurgudap koyuş bilen paydaga erişidir. Gördünüz mü? Eğer kol selip pulni qutkazmasan, pulni kurgudap koyuş bilen paydaga erişidir. Eğer kol selip pulni qutkazmasan, aksiya qutkazsan, aksiya bazarını kurgudap koyuş bilen paydaga erişidir. Cungoluk efendiler pul muamele sahasida mаңдыған yol kalmadı mı endi sizlerge? Undaq qilsanglar, mundaq qildi ekan, mundaq qilsanglar, undaq qildi ekan. Endi mаңдыған yol kalmadı mı pul muamele sahasida? Aran ketiyotgan Jungo iqtisodiyligi bu. George Soros naiti latafetlik aldı. Asiyada pul birligini qurg'dab qo'ydiganligini jakarladi. Bu emniyette naiti latafetlik aldı. Pul vuruşu ilan kılgallıktır. Emdilikte bunun arkadıyla qurg'dab qo'yish ve qurg'dab qo'yish qarşı keskin pul vuruşu başlanır. Tahlil. Bizden fikrimiz şu ki, Xudoga emanet. Jungo iqtisodning oxirgi hal qilg'ich kunlari yetib kelgan o'xshaydi. Jungo iqtisodining oxirgi hal qilg'ich kunlari yetib kelgan o'xshaydi.